240 ming ko'chat, 200 ming ko'chat, 8 ta ko'sak qildik deylik. Lekin bu 8 ta ko'sak dekabrda pishadi bizda. Chunki paxta 270 kunda pishadi. Bu keyingi qonunni yozishimizga to'g'ri keldi. Bu pishirish qonuni. Juda ham muhim tadbir. Agar biz buni hozirgi yaratilgan hosilni 95 sm, 10 ta ko'sak, 200 ming ko'chat, 60 sentner shuni ochirib oktyabr oyida terib oladigan paxtaga aylantirishimiz uchun yangi programma yozishimiz kerak. Bizda ilgari paxta pishmagan. Ya'ni bizda hamma paxtani hosilini yerda qoldirib ketganmiz. G'o'zapayani o'zida tashlab ketganmiz. Birinchi qiladigan ishimiz pishish qonunida g'o'zani qaritishimiz kerak. Bu g'o'zani qaritishimizning eng katta yo'li endi bo'ldi, bu yog'ida sizlarda mavsum tugayapti degan signalni berishimiz kerak. Bu taxminan 1-avgust kuni 95 sm qilish 8 ta ko'sak, bu avgust 1-sigacha bo'lishi kerak. Qaritish uchun etifon garmoni bor. Etifon garmonini 1-avgust kuni sepishimiz kerak. 1-avgust kuni sepsangiz nima bo'ladi? Etifon garmoni, qarish garmoni bu hech qanaqangi defoliatsiya garmoni emas, bariga tushirib yuboradigan garmon emas. Shu paytda ko'sakni kapillarlari ochiladi, poyadagi kapillarlari. Baridagi ovqatlar poyaga, ildizga va ko'sakka o'tadi. Shunda 12 kun vaqt ichida dali tayyor bo'ladi. Qarishga ketadi. Marra bizniki bo'ladi. Qariganda nima bo'ladi? Bargi qizaradi. Shunda bu bargdan endi qutulish kerak bo'ladi. Buning uchun demak 12-15-avgust kuni atrofida augurollik yengil defoliatsiya qiladigan, bargi to'kadigan, yumshoq ta'sir qiluvchi defoliantimiz bor, O'zbekistonda bor. Shuni birinchi sepish kerak. 25-kuni kelib yana sepish kerak. 2 marta shu defoliatsiya. Shunda yalang'och paxta bo'ladi. 1-sentyabr kuni yalang'och paxta bo'ladi. Bu juda ham muhim, chunki bargdan qutulishimiz kerak. U barg bo'lmasa yopishib qoladi tola ochilganda. Bu ifloslantirib tashlaydi tolani agar qurib qolsa. Yalang'och paxtani endi biz quritishimiz kerak. 1-sentyabr kuni kelib xlorat magniyli yoki fuzuli quritadigan desikant tarkibli birorta preparatni olib, katta miqdorda, masalan, xlorat magniyni 15-20 litr miqdorida gektariga sepsa, quriydi paxtani. Paxtani tanasi quriy boshlaydi. Etifon sep qo'yganimiz uchun kapillarlar ochiq, hammasi oqib keladi ko'sakka. Buning natijasida katta hosil yaratiladi. Ilgari 30-40 sentner olgan bo'lsangiz, hozir 240 ming ko'chatdan 100 sentner hosil olish imkoni bo'ladi. Chiqargan sabog'imiz. Nima uchun O'zbekistonda hosil ko'p emas edi? Buni tan olish kerak, qabul qilish kerak. Hosil ko'p emasdi, sababi biz hosilni yaratardik, lekin paxta u hosil bo'lib etakka tushmas edi. Tajribalar bor, o'tgan yilgi fermerlarda qilingan tajribalar bor. Agar shu ish qilgan joylarimiz 100 sentner paxta bergan bo'lsa, qilmagan joylarimiz 50 sentner ham bermadi. To'g'ri. Katta maydonlarda tajriba qildik. Shuning uchun bu qonunni 5-qonun pishirish qonuni deb alohida kecha fermerlarga aytib berdik.